77. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu." Agar biror odam sizlarga yaxshilik qilsa, uningga shu yaxshilikni qaytaringlar. Agar uningga beradigan hech nim topolmasanglar, uningga duo qilinglar. Yaxshilik qilgan odamlarga tashakkur bildirish Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Yaxshilikning eng fazilatliklari u Allah Taalaning roziligiga yo'l ko'rsatkichilardir. U bo'lsa olimlar va bilim talab qilguvchilardir. Yo'l yo'riq ko'rsatguchi olimlar ve bilim izdigüçi taliplar üçün dua qilish her bir musulmon mo'minning vazifasidir.